Assalomu alaykum. Kotlet pakivskini o'rganganimdan beri shu reseptni etsam boshqacha bo'ladi. Bugun shu resept haqida gaplashamiz sizlar bilan. Bozorga borsam do'mbok tovuqlar arzonlagan ekan. Bir dona tovuqni oldim va yedim. Yaxshilab yuvib tozaladimdan galaksiyalarni olib tashladim. Shundan keyin somlarni ajratib oldimdan bir soat buzxonaga qo'yib berdim. Tovuq dong niman deyincha qanotlari bilan oyoqdan chiqqan suyaklarni yaxshilab tozalab oldim. Kivskini asosiy joyi ham shu suyakimda o'zi. Go'sham donglarni go'shtdan mesorobkadan chiqarib oldimdan preparat, tuxumlarni berib yaxshilab aralashtirdim. Ana endi keyingi masala kotlet bilan gaplashamiz. Kotletimizni videoda ko'rsatilgan shaklda ichini seriq solib, to'molakatib, tuxum shaklida o'rab olamiz. Qanot suyakidan bir dona suyakini dikfaramizdan yaxshilab uni bo'lib, keyin tuxum bo'limizdan oxirgi etapda sug'orikini bo'lib yana bir shakl beramiz. Shu bilan chiroyli bo'lib chiqadi. Navbat kotletlarni qovurib olsa keldi. Qovurib olish uchun bizga yaqindan yordam beradigan yog' bu voh oyoqlari disillangan ham toza, ishonchli yog' kuydirilgan. Hammaga tavsiya etaman. Kotletlarimiz yaxshi pishishi uchun yarim soat 160 gradus duxovkada pishirib olamiz. Shu bilan KFC kotletlarimiz ham tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yoddan chiqarmanglar. Resepti opsiyada yozilgan bo'ladi. Sog' bo'linglar.